Shunaqayam beg'am odam bo'ladimi? O'zi universitetni tugatganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil deganda bugun vaqt topib diplom ilovamni olib kelmoqchiman. Jar sahar turmadimi, 6:30da turib ko'chalarimga suv sepib, eshiklarimni supurib oldim. Keyin esa choyni ichib olib, qizimni bog'chaga tayyorlashni boshladim. Qizim bilan trend video olmoqchi edik, menimcha o'xshamadi. Sizlar nima deysizlar, o'xshabdimi yoki yo'q? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bu biz uchun qiziq xolashkalari. Tayyorlanib bo'lgandan keyin amakisi ishga ketayotganda billa qo'shib bog'chasiga jo'natib yubordim. Tezgina o'zim ham kiyinib, turmush o'rtog'im bilan birga kichkinamizni olib universitet tomon yo'l oldik. Universitetga borsam shunaqa yarmarka bo'layotgan ekan. Ozgina yarmarkani ko'rib, arxiv xonasiga yo'l oldim. Videolarda to'rtburchak shapkalar kiyib, diplomlarni tantanali ravishda olardi. Menga esa kopiyaga 5000 berib qo'yasiz, mana ilovangiz yaxshi boring deydi. Orzularim deb yig'lamoqchi edim. O'zim beg'amligim uchun bitirganimga 1 yil bo'lganda endi ilova olayotganim esimga tushib ketib, damimni ichimga yutdim. Shu pitir Zumrasha bilan Yangi bozordagi do'konga bordik. Bu do'kon narsalarni ko'rib, og'zim ochilib turib, narxlarni eshitib vashcha shokka tushdim. Bu do'konda yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Oziq-ovqat, detskiy kiyim, konservat, chinni idish, nima istasangiz hammasi bor. Hammasi 9000 dan o'rtoqlar, ishonyapsizlarmi? 9000. O'zi ham yeb to'ymagan, yalab to'ymabdi deb bir dunyo narsa olib qo'ying. Bizning sevgimiz boshqacha deb uyga ham kelib oldik. Sizlarga raspakovka chek deb video olmoqchi edim. O'pkamni to'ldirib oyijonimga maqtanib, narsalarimni joylab ham bo'lgan. Keyin videoga olish esimga tushib ketdi. Shunaqa SMMchi kelin hayot qiziq bo'lsa, yurakchani qizartirib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Ko'nglim ko'tariladi-ya.